Komilpa, eski sovchi bilan zamonaviy sovchi nima farqi bor? Shahzoda, bilasanmi, aslida katta farqi bor. Ilgari sovchilik asosan qarindosh urug'lar, yaqinlar, qo'ni-qo'shnilar orqali amalga oshirilgan va ular uchun yaxshi qiz, bu yaxshi qiz, bu yaxshi oilani farzandi, bu yaxshi yigit degan so'zlarni o'zigina kifoya bo'lgan. Hozirgi kunda esa bu juda ham keng qamrovli ishni o'zini ichiga oladi. Nafaqat yaxshi qiz yoki yaxshi yigitni o'zi bo'lishligi bu yetarli emasligini vaqt ko'rsatdi. Bu yerda tarbiya, qadriyatlar juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Biz mana shu juftliklarni moslashda ko'prik vositasini bajaramiz. Tushundim. Komilpa, hozirgi ijtimoiy tarmoqlar, internet rivojlangan zamonda rasm, videolar tarqab ketyapti. Zamonaviy sovchilarga ishonsa bo'ladimi? Albatta ishonsa bo'ladi. Bizda maxfiylik birinchi navbatda turadi. Zamonaviy sovchilar nikoh vakilligiga murojaat qilganlarni har birlarini to'g'rilaridagi ma'lumotlar bizda maxfiy saqlanadi, hech qayerga chiqib ketmaydi. Internetda, Telegram guruhlarda tarqatilishi oldi olinadi va biz har bir mijoz bilan alohida suhbat o'tkazgan holda ishlaymiz. Yana shuni ta'kidlab o'tamanki, bizda yigitlarni raqamlari ham, qizlarni telefon raqamlari ham hech kimga tarqatilmaydi. Bizda faqat onalar bilan asosan ishlanadi va qizlarning telefon raqamlari so'rab kelingan yigitlarning onalarigagina beriladi. Va bu raqam u onalardan ham iltimos qilinadiki, hech qayerga tarqatilmasligi. Va bu aynan qiz bolaning xonadoniga sovchi bo'lib borishni ta'minlaydi.